Assalomu alaykum Jutur Buxara kanalining obunachilari. Bugun sizlarga Juturda bir avtomashinasini qisqacha obzor qilib o'tamiz. Ya'ni bu avtomashinamiz 2026-yil yangi restyling bo'lib keldi, ya'ni O'zbekistonda endi kirdi. Ushbu avtomobilimizni ikki xil varianti bor, ya'ni ikki xil komplektatsiyasi bor. Siz xohlasangiz turbina motorligini yoki gibrid avtomobilni xarid qilishingiz mumkin. Avtomashinamizning narxi sizga qiziq bo'lgan bo'lsa agar videoni oxirigacha ko'ring, video davomida aytib o'tamiz. Keling endi obzorni boshlaymiz. Avtomobilimiz turbina motor, ya'ni bu hozir 1.5 turbina motorli avtomashinamiz. Motori Nemetskiy bilasizlar. Svetodiodli LED optikalar bilan jihozlangan. Полностью avtomashinamizga sizga kerakli bo'lgan barcha xizmatlar mavjud, ya'ni texnikalar kiritilgan. Samotarmojение deysizmi, полоса удержания deysizmi, cruise control, ya'ni barcha 2026-yilga kiritilgan barcha navorotlar bor. Keyin avtomashinani bu qismini ham ko'rsatib o'tamiz. Avtomobilimizning diskalari 19 dyuymli alyuminiy litiy diskalar, podveskalari McPherson, orqa mnogorijishli. Avtomobilimizning barcha turdagi ranglari mavjud. Ko'k deysizmi, oq deysizmi, qora deysizmi, xullas barcha ranglari bor. Agarda sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, avtosalonimizga tashrif buyurib, siz bemalol avtomobilimizni test drive qilib ko'rishingiz mumkin. Endi men sizga ichki qismini ham ko'rsataman. Ichki qismiga o'tishdan oldin bu zavodskoy paroglar bilan keladi, ya'ni avtomobilimiz 300 kilogacha vaznini ko'taradi. Ya'ni men sizga ko'rsatib o'taman. Endi men og'ir emasman, bo'lsam bir 50 kilo borman, lekin 300 kilogacha narsani ko'taradi. Endi avtomashinamizning ichini ko'rsatib o'tamiz. Avtomashinamizni sarsob knopka zажигания bilan yoqiladi, mana yoqildi. Avtomobilimizda полностью 540 gradus kamerasi mavjud, ya'ni sizga krugovoy taglari bilan sizga ko'rsatadi. Eng asosiysi nimaga 540 gradus kamera kerak? Endi cho'lga ketayotgan bo'lsangiz yoki tog'da mashinani tagi biror narsaga urildimi yo'qmi ko'rishingiz mumkin. Misol, mana qarang. Avtomashinamizga o'sha kamerasi ko'rsatyapti, nima qilayotganini mana videografimiz video olyaptilar, o'sha ham ko'ryaptilar. Sizga kerak bo'ladi, ya'ni novichoklar, endi men misol yokida ayolingizga avtomashina sovg'a qilmoqchisiz, mashinani qayerga parkovka qilishni bilmaydi, chunki avtomashinamiz gabariti katta, sizga 540 gradus kamera sizga yordam beradi. Undan tashqari avtomobilimizda bar xolodilniklari mavjud. Eng asosiysi men sizlarga avtomobilimizning rejimlarini ko'rsatib o'taman. Cho'l bo'ladimi, tog' bo'ladimi, barcha rejimlari bor. Eko, normal, sport. Eng asosiysi shu gabaritda avtomobilimizning rasxodi atiga 10 litr. Yangi bo'lishiga qaramasdan avtomobilimizni kelib yana bir marta aytaman, test drive qilib ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari полоса удержания, samotarmojение, cruise control hamma funksiyalar kiritilgan, splashnoy monitor. Ya'ni привет, Jutur. Слушаю вас. Ya'ni zakroy lyuk desangiz agar o'zi yopadi, och desangiz o'zi ochadi. Lyukimiz 1,5 kvadrat metr, bemalol ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari детский rejimlarimiz ham bor. Avtomobilda bolangiz o'tirgan payt, o'yinini yopayotgan paytingizga qisilmaydi. Undan tashqari eng asosiysi bu yer havo issiq, sizga sideniyda obduf bor. Ya'ni issiqga ketmaysiz, sovuqgina obdufni yoqib bemalol ketishingiz mumkin. Sidenlarimiz perforatsionli, bemalol ko'rishingiz mumkin. Abagrev, obduf barcha xizmatlar mavjud. Eng asosiysi dvig'zonli klimat kontrol, ya'ni orqada ham klimat kontrol ishlaydi. Orqadan siz bemalol regulirovka qilsangiz bo'ladi. Keling, men sizga orqasini ham ko'rsatib o'taman. Avtomobilimizning orqa qismini ham ko'rsatib o'tamiz. Avtomashinamiz zavoddan shunga qilingan holda keladi. Bemalol sideniyasini ko'rishingiz mumkin. Orqasi juda ham keng, ya'ni avtomashinamizga oldinda biron kishi o'tirsa agar pamyat sideniyasi ishlab ketadi, old xil rejimda saqlanib bo'ladi. Undan tashqari o'zingiz regulirovka qilsangiz bo'ladi, bemalol. Mana aytib o'tganimdek, abagrev obduflarni ham shu yerdan regulirovka qilsangiz bo'ladi. Eng asosiy qismiga ham o'tamiz. Mashinamizni shumkasiga buni ham aytib o'tishim kerak. Bu zavoddan shumka qilingan holda keladi, ya'ni ovoz
bormaydi. И bagajni ham ko'rsatib o'tamiz. Elektropaket bagaj. Jetski rejimlari ham bor. Avtomobilimizning bagaji juda ham keng, bemalol hamma narsa sig'adi. Xullas, hurmatli mijozlarimiz, avtomashinamizni obzorini qilib o'tdik. Agarda sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, bemalol avtosalonimizga kelib, avtomobilimizni test drive qilib ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari bizda trading xizmatlari mavjud. Agarda o'zingizni haydab yurgan avtomobilingiz bo'lsa, agar avtosalonimizga keltirsangiz, biz uni baholab olib, sizga yangi avtomobilni tavsiya qilamiz. Eng asosiysi, avtomobilimizni siz minimal boshlang'ich to'lov 20% oylik ish haqi bilan 25% oylik ish haqi siz bitta pasport bilan chiqarishingiz mumkin. Imtiyozli avtokredit asosida 5 yil mobaynagacha. Undan tashqari 36 oygacha hech qanaqa foiz va penallarsiz o'z nomingizga rasmiylashtirishingiz mumkin. Bu narsa O'nikda biletga ham amal qiladi. Agarda sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga murojaat qiling yoki avtosalonimizga tashrif buyuring. Barchangizni Buxoroda kutib qolamiz.